Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlarimiz. Yana bir xonadonimizni Tunaka Fonishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joylarimizga ham ajoyib fasonlarimizdan qilib berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beryapmiz. Hamma xarajatda deganda tarnovi, vodostoykasi, kosmos alohida bo'ladi. Qolgan narsalari hammasi ichida bo'ladi. Lesa, usta haqqi, samarezi, tunakasi, hammasi bo'lib. Hozir video davomida sizlarga qilgan ishlarimizni qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Bu ko'cha tomondan ko'rinish o'stirma shapkamiz 5 metrga 60 santimetrlik ko'ribkicha bo'lgan ko'riblar bilan o'rab berganmiz. Xonadonimizni darvozaxonasi 360 ga 8 metrli darvozaxonani shunaqa fasonda, go'zal fasonda qilib berganmiz. Bu joyimiz Qo'qonda, Buvaydada, Oqtom degan qishlog'ida joylashgan. Bugungi sanamiz 2026-yil 18-fevral sanasida turibmiz. Bu joyimiz, koridorimiz orqa tomonga o'tib ketadigan joyimiz 2 metrga 9,5 metr joyimiz. Shunaqa fasonda, go'zal fasonda bo'lgan va ichki o'stirma shapkalarimiz bor. Hozir sizlarga hammasini, razmerlarini aytib o'taman. Keyin necha pulga bitgan, necha kvadrat bo'lganini aytib o'taman video davomida. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu chekamizdan nariga cheka, ko'cha tomoni chekasigacha 7 metr joyimiz, 85 santimetr tarnov tagidan ko'ribgacha bo'lgan joyimiz 85 santimetr bo'lgan. Bu joyimizni narigi tomonda novosini tagiga to'g'irlab turib ko'rib qilib o'tib ketganmiz. Bu o'stirma shapkamiz. Bu chekadan narigi chekagacha 19 metr 120 lik shapkamiz bo'lgan. Shunaqa fasonda qilib berganmiz. Nержавейка kamar, polniy o'stirma shapkalarimizga nержавейка kamar qilib berganmiz. Oq, mokri, tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Bu joyimiz 04 listimizda bo'lgan. 04 listimizda tarnovlar o'rnatilmagan. Bu joyimizga vodostoykalari o'zi bo'lgan. Orqa tomonimizda haligi joyimiz 19 metr degan joyimiz bu joyimizgacha bo'lgan. Bu joydan narigi orqa tomongacha 10-50 lik o'stirma shapkamiz bor, 1 metr bo'lgan. Bir xil fasonda aylanasiga ko'cha tomonga chiqib ketgan. Pianino fasonda bo'lgan. Bu joyimizga 04 listimizdan ishlatganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. Vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda chiqib qilib beramiz. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03, 035, 037, 04 listlarimiz bor. Shu listlarimizga qarab hisobimiz chiqadi. 120 mingdan 140 ming so'mgacha. Agar misol tanlagan listingizni shunga qarab kvadratini, summasini chiqarib beramiz. Bu xonadonimizga 220 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Bitta avalniy kosmos ishlatgan, bitta qo'yib berganmiz. 32 million 300 ming so'mga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.